Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga qo'ylarni liniyasi bor mana shunaqa zo'llardan olib kelganmiz. Videodan uzoqlashmang, like bosib turing. Akalar, bugun hafta kuniga dushanba, 5-yanvar qo'ylarni zo'llarni olib kelganmiz. O'zimizning xonadonimizdan video syomkalarga borib o'tdik. Mana shunaqa dumbalar, tikka to'qli sog'liqlar. Xudo xolasa hammamizga mana shunaqa zo'llardan nasib qilsin. Akalar, bu yerda ham qo'ylarimiz juda ko'p. Videodan uzoqlashmang, like bosib tursanglar, bular ma'lumotini bir boshdan tanishtiramiz. Akalar, bismillah deb birinchi qo'yimimizdan tanishtirishni boshladik. Yani birinchi qo'yimimiz. Bu qo'chqorcha. Dumba razrezlarini ko'rsatding, birinchi. Mana. Dumba razrezli tikki, dakansa razrez, sivitlik, bel yo'g'onligi, oldi to'shlari, kassalar juda baquvvat. Quloqlari, yuzlari o'ta sivitli, garbonozlari. Toza qo'yinimiz, mana quloq joylashishlari ham juda boshqacha. Mana kallasiga addini baho berasizlar. Buni hozir metrlab ko'rsatib beramiz, akalar. Kassaga qo'ydik. 19 plus, почти 20 mana. Buni bo'yga ham qo'yamiz. Bo'ylarni qo'lingizga qo'y. Bo'ylari 78-77. Xudo xolasa akalar. Birinchi qo'chqorimiz. Hop. Endi hozir ikkinchisini tanishtiraman mana ekan. Qo'chqorcha. Mashalloh deb qo'ysizlar. Mana u sog'liqchamiz, mana shu sog'liqchasi. Buni ham bitta quloqlarini o'lchang eding. Quloqini bo'yniga shuni metr qo'yib qo'ying. Mana quloqini o'lchab bersak, bu qulog'i 19 buniki. 19 plus ikkovini ham. Ular yosh oyligiga keladigan bo'lsak, mana dumbalari ham dakansa, buni quloqi hali o'sadi, bo'ylari 70 buniki. Buniki 75. Ikkovi jup mana ekan. Oldi korpuslarini ham ko'rsatib qo'ying. Oldi korpuslari ham juda katta akalar. Quloq joylashishlari, quloq tashlashlari, oldida sirg'alari bor ikkovini ham. Bellari juda yo'g'on. Shuni qo'yib ko'rsatib qo'ying mana ikkovini. Shuni qo'ying. Mana akalar. Qo'chqor biri sog'liq. Akalar, bular narxiga keladigan bo'lsa, jupini oladiganlarga O'zbekiston bo'ylab $1000 yetkazdirib beramiz, xudo xolasa. Bittasini olaman deyishganda gaplashamiz. Mana quloqlarni addini baho beraylik. $1000 bo'lsa, seleksiya qilib olaman degan akalarimizga beramiz. Xo'p, akalar, narigi to'qlilarimiz bor, mana shularni ham bir boshdan tanishtiramiz. Mana ekan. Bularga ham shuni metr qo'yib tashlanish. Mana birinchisi o'zi qo'yib qolgan. Garbonozlarni buni yechib ko'rsatamiz. Yechalariga? Yechib o'taylik mana qo'y. O'ta boshqacha qo'yimiz bu qo'yimiz mana. Garbonozlariga addin e'tibor bering. O'zi qo'yib qolgan janavar. Kassalari ham juda baquvvat. Dumba razrezi ko'rsatib qo'ying. Dumba razrez dakansa mana. Bel yo'g'onligi, kallasi o'zgacha kalla. Bu eng katta to'qli sog'lig'imiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $600 ga O'zbekiston bo'ylab tekin holatda yetkazib beramiz akalar. Sal yurg'izib qo'ying, qo'y. Mana, qo'y juda boqadigan, o'zi qo'chqorga qo'ysa ham bo'laveradigan holatdagi qo'y, to'qli qo'y. Tishini ham ochib qo'ying. Tishali guruch. Mana oldilari ham juda toza yung. Buga shuni metr qo'yib qo'ying edi. Bo'ylari 80 plus akalar. Mana 80 plus. Qachib turing. Mana akalar, $600 ga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Haqiqiy seleksiya qilaman degan akalarga. Buni ham yechib qo'ying. Mana 4-qo'zimiz, to'qli sog'lig'imiz. Buni dumba razrezlariga addin baho berib qo'yasizlar. Juda kelishgan. Kallalari ham juda sivitli, quloq tashlashlari ham ajoyib. Toza qo'zimiz. Buni ham tishini ochib qo'ying. Guruchlar akalar. Qo'lchoq. Bellar tekis, qirroying. Razrez ajoyib, chizib qo'yilgan yoshqa janavar. Toza qo'zi. Buni ham buga shuni metr qo'yib qo'ying bitta. Janavar sal qo'rqoqroq ekan. 80. Bu ham 80 past. Buni narxi akalar $550 ga O'zbekiston bo'ylab tekin holatda yetkazib beramiz akalar. Keyingisini shuna. Mana garbonozli sog'lig'imizga keladigan bo'lsak, bu 4-sog'lig'imiz, bitta qo'chqor, 4ta sog'liq ko'rsatdik. Bunga keladigan bo'lsak, buni akalar bo'ylari 70 plusga olasizlar, 75 plusga. Hop, korpuslar juda baquvvat, toza qo'y. Mana ko'prik o'shqadi. Bu $500 dan xayri bor.
aloqaga chiqaverasizlar. Bu 5-qo'zimiz. Qo'yaraylik. Endi men oq bulutimizga keladigan bo'lsak, bunga adden like bosasizlar akalar. Mana shu to'qli sog'liqlarimizni oxirgisi. Buni hozir yechib addenni ko'rsatamiz. Dumba razrezlarini, bel yo'g'onligini, quloqlarini, o'zini svetiga bitta qiziqqanli like bosib qo'yini. Akalar mana qo'zimiz. Janavar xudoy mo'jizasi. Mana shu ko'zini atrofida bitta qizili bor ekan mana. Mashalloh deb qo'yasizlar. Mana arashanni tozasi. Dumba razrezlarini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Dumba razrez dakansa, bel yo'g'onligi, svetiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana oppoq janavar. Buni ham shuna quloqlarini o'lchab bering. Bu quloqlar 20 plus bo'lsa kerak janavar. Mana quloqlar 20, kallalari olma kalla. Shuna buygan bitta qo'yib qo'ying. Bellar juda yo'g'on. Havas qilganlar bitta like bosib qo'ying. Qo'z 80, 75 plisga olaveringlar. Bitta ashiqqa yurg'izib qo'ying ukum. Ashiq janavar. Mana akalar, like bosib paddeshga deb turinglar. Bundan ham zo'rlarni olib kelib ko'rsatamiz. Mana quloq joylashishlarini ko'ringlar. Haqiqiy qo'y qilib olib yuraman deganga. Otxonani shuna kesani bag'rida rehna ochilib ketar ekan bu qo'y ko'rsani. Janavar chiroyli ekan juda. Mana. Mashalloh deb qo'yasizlar akalar. Bular hammasini ko'rish holatini ko'rsatamiz. Mana. Mana janavarlar bular bir jup. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini $600 ga beramiz. Qo'ying buni ham. $600 ga. Hammasi toza sog'liqli. Nimaga unaqa qimmat deganlarga bular o'zi qimmat qilingan akalar. Puli qulaylik so'raganlar puli qulayini ham qilib beramiz akalar mana. O'zi qo'y tushunadiganlar bittada bilib oladi akalar mana janavorlar. Mana. Dumbalari, razrezlari hamma yoqqa juda kelishganlar. Hammasini bitta olaman deyishganga yana kelishtirib beramiz akalar. Videodan uzoqlashmay tursani, bundan ham zo'rlari bor. Xudo xolasa ashlarni ko'rsatamiz. Paddeshga deb turing akalar. Akalar, ikkinchi partiyamizga mana shunaqa lomullagan gigantlari, liniyasi bor qo'chqor bilan yurgan sog'liqlarimiz kelgan. Videodan uzoqlashmay like bosib tursani, xudo xolasa bularni ham ma'lumotini to'liq beramiz akalar. Akalar, bu sog'liqlarimiz hop, oldi 1-2 kunni tug'adigan holatdagi sog'liqlar. Keti bir oy, uzog'i 1,5 oyda, uzoqib kelsa 1,5 oyda to'xtadi tug'ish akalar. Bularni o'zimiz ko'rib, qo'chqardan ajratib, liniyasi bor qo'ylar bo'lgani uchun o'zimiz kanalga chiqazdik akalar. Bu yerda toza qo'ylar. Mana akalar. Bularni yashiga keladigan bo'lsa, yoshlari 2 tish, 4 tish qo'ylar. Shular bitta-bitta tis-tis ushlab ko'rsatib bering. Mana akalar, mana shu qo'ylarimiz o'zi tayyor bo'lib turibdi. Tug'ishga mana gigant sog'lig'imiz. Mana orqalarini ham ko'rsatingiding. Mana akalar. Tayyor taglari mana. Naqd. Bu ham naqd. Shu 2 tish buniki. Bo'lari 90 atrofida mana ekan. Buniki 4 tish. Ashuna ushlab ko'rsatib bering. Mana shu ham 2 zachi qo'y, 2 zachi qo'yimiz bor. O'zi bittasi yurolmay ham qoldi janavar. Bu ham 2 zachi. Bunga-ku sal bor akalar. Lekin mana ham naqd. Mana akalar, mana. Mana manzaraga e'tibor bering. Mana shu ham 2 zachi. Bugun erta tashladi. Mana janavorlar. O'zi naqd bo'lib turibdi. Gigantlar mana 90 plislar mana. Shulang mana shuni ham. Mana buni ham shulang. Shulang. Mana akalar. Juda yaqinlar. Mana o'zi tayyor mana. Bugun yo ertaman deb turibdilar. Uni ham egalari 2 zachi deb berishgan. Naqdlar mana. Juda yaqinlar. Mana ham juda yaqin mana. Bo'ylari pashti 90 mana. Tayyor lomma bo'lib turibdi mana qo'ylar. Push enavolani ham bitta ko'rsatib o'tayni. Mana enasini ushlangan, yana oldida turibdi. Mana akalar. Qo'ylarga abden e'tibor berib qo'ying. Qo'ylarimiz ko'pligi uchun vaqtimiz ham zib. Mana shu qo'yimiz 90 plus. Bu ettiro tuqqan ekan. Buni bolasi bilan ham ko'rsatamiz. Mana shu qo'ylarimiz ham 2 zak. Mana shular ham 2 zak qo'y. Ikkita yo 3 ta 2 zagi bor deb berishgan. Mana gigantlardan. Mana qo'zimiz mana bolaga. Mana bolasi. Bolasini ushlab ko'rsating. Mana shu qo'yimizni quloqi ham 20 ekan. Mana oldi to'shlari ham juda baquvvat, uzun. Shuni aytib qo'ying, shuni. Mana. Toza 4 tish akalar. Bolasini ko'rasizlar, bergan bolasini.
Mana bola. Quloq joylashishlari. Mana. Ko'tlarni ko'rsatib dumbalarni ham. Mana dumbalari ham. Ulug'achinaki. Qisqasi akalar mana shu qo'ylar. Hop, qiziqqan aloqa chiqini, unaqaligi qisir ekan, hali huni qo'y ekan emas bular. Adresi bor. Mana lombunlab turganlar o'zi, loppular. Shu narxga keladigan bo'lsak akalar, bular dollarga olganmiz, dollarga sotamiz. Qiziqqan aloqa chiqarasizlar, negativ beramiz. 800 dollardan bo'lsa bir joy ketaveradi. Masalan, minusi ham bor. Masalan, mana shu qo'ylarni 700 dollarga beramiz. Siz manaqalari ko'p ichida mana. Shu ena olasi ham ichida ketaveradi. Bunaqa gigantlari ko'p. Endi bular hammasi zo'r emas, endi ichida kichkinasi ham bor, ichida lekin zo'rlari ham ko'p. Siz aloqaga chiqqinni bir joyga olaman deganga 800 dollardan o'zimiz xayri bor. Na O'zbekiston bo'ylab tekin. Xorazm, Navoiy, Buxoro, ashyoqlardan ham aloqaga chiqaring. Xudo hozir qo'ldan kelgancha yetkazib beryapti akalar. Like bosib paddashga deb turing. Bundan keyin bundan ham zo'rlar bor akalar. 3-partiyaga mana shunaqa gigant qo'chqarimiz, liniyasi bor, adresi bor qo'chqarimiz mana ekan. Janavar, like bosib qo'ysizlar mana. Ishlashlari gap so'z bo'lishi mumkin emas. Dumba, kassalar juda baquvvat. Mana qo'yimiz, to'shlari ham juda kelishgan. Quloqlari juda chars polvon qo'zimiz mana ekan. Shu ashinga shuni metr qo'yib qo'ying. Mana akalar. Biz buni bo'larni tishlari 2 tish 1 yashar qo'yimiz. Mana ekan. Kassalarga e'tibor berasizlar. Juda baquvvat kassalar. Quloqlari 20 pilis mekin. 19 pilis ekan. Eyalligi juda eyan. Bunaqa 90 chiqadi. Unaqasi 90 pilis. Mana akalar. Svitiga отдельно baho berasizlar 94-95 ekan. Mana qo'y uzunligi 96 ekan. kvadrat mana ekan akalar. Sviti gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qo'yimiz haqiqiy o'ynab turgan sog'lom qo'y mana ekan. Qo'chqor ishlashlarini ko'rdik, zo'r ekan janovar. O'zimiz to'xtatib baqib turgan qo'chqarimiz. Hop, mana shu yerga olib olib qo'yganman bu qo'chqor mana kattaga. Kimga ma'qul kelsa gapiradi bu. Shumirjon bilan o'ynashadi-da bu. Gapiradi. Va xolos kimga ma'qul kelsa, hop 800 dollarga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Ishlashlari juda chars. Qo'vorgan Mirjon? Qo'vorga qo'y. Mana. Juda erkatoq qo'yimiz mana. O'sha yerda turib olgan. Gapirib yuboradigan. Ikkinchi qo'chqarimizga o'tadigan bo'lsak, mana ekan, erkatoq. Shirokilinadan mana garbonozlari. Ikkala mana qo'zchoq bu. Quloqlar 21, kassalar juda baquvvat. Hazilashib janovar mana ekan. Dumbalarni ko'rsatib. Mana dumbalar tekka, bel to'rbuchak. Agalar buni ham narxi 800 dollar. Bu qo'zchoq. Tishlarni ochib ko'rsatib. Tishlari qo'zi. Bo'ylari 85, quloq 21. Mana shu quloqni o'lchab berasizmi? Mana akalar, qo'yimiz gap bo'lishi mumkin emas. Figuralar o'ta cho'tki. Haqiqiy liniya qilib, men kallasiga baho beraymi? Liniya qilib, vali yuraman degan akalarga juda chars qo'ylarimiz, sog'lom mana. Mana o'sini ham ko'ringlar. Hoy, quloq 20 ga javob beraman, qo'vora qiynavordi. Mana akalar 20 quloq. Qo'vorgan buni ham. Umidjon bilan azlashadi bu. Mana janavorlar. Qo'zi bitta shishak. Zot olib yuradigan akalarga bular. Seleksiya qilaman deganlarga mana ekan. O'ta shustriylar. Janavorlar. Mana. Bunisi ham 800 dollar shashilasizlar, aloqaga chiqavering akalar. Bu sezon paytida bu qo'ylarimiz 2000 ga ham berishmadi mana shu qo'yimiz. Toza qo'y. 800 dollarga mana shu tekin narxda. Liniyasi krasatchik liniyadan bu. Bu Shirokiydan akalar. Hop, kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaveringni, xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana quloq tashlashlari, sivitlari, kassalariga отдельно baho bering akalar oyoqlariga. Juda polvon, belli to'rbuchchaligi mana. Bundan keyingi o'ta dahshat qo'ylarimiz bor. Videodan uzoqlashma, like bosib paddashga deb turing. Qora ishqozlarga mana shunaqa qorani
zo'rlari kelgan, videodan uzoqlashmay turgani aka, bundan keyin bundan ham zo'r qoralarimiz bor. Mana quloqlarga e'tibor bering akalar. Mana burzunlikni. Tishini kesib tishini. Shak. Kasallarni ko'ring akalar. Bu daladan uzum tutib tushdim kecha. Mana uzumimizni qo'yamiz. Mana yillar lo'millayapti. Razrez dakansa. Qiziqqanlarga yaxshi pul berganlarga sotib yuboramiz akalar. Mana. Qulog'ini bitta o'lchab ko'rsatib qo'ying. Janavar qulog'ini qarang zo'rligini. Mana 22 quloq. 22. Shirinasini ham o'lchab qo'ying. Shirinasi ham 10. 10. Garbanozga отдельно baho berasizlar mana. Kallaga. Akalar buni qiziqqanlarga $1200 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda yetkazamiz. Mana razrezam dakansa, kassala baqot beqib yurg'izib qo'y. Mana o'g'li korpuslari. O'ta polvon qo'y. Buni shiriylari o'zimizda bor. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar akalar mana. Shunaqa boshqachalardan bor. Bundan keyingi ham zo'r qo'ylarimiz bor. Mana. Akalar, bu sog'liqlarimiz o'ta dahshatlar akalar. Zo'rlari bor, qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar mana kalla garbanozlarga отдельно e'tibor berasizlar. Qo'zimiz ham o'ta boshqacha. Qoramizga ham отдельно baho berib qo'yasizlar. Xudo xolisa videodan uzoqlashmay turinglar. Bundan ham zo'rlarni ko'rsatamiz sizlarga. Assalomu alaykum akalar, bugun sizlarga liniyasi bor, gigant qo'chqonlarimiz bor, o'zimiz boquvda turgan qo'chqonlar. Shular obzor qilib ko'rsatamiz. Videodan uzoqlashmay like bosib tursangiz, xudo xolisa bular ma'lumotini to'liq beramiz. O'zimizni dalajayimizda baqib turgan qo'yimiz, hammalari dumbalar, razrezlari zo'r, hammasini liniyasi tayin, urug'qa boqaman deganlarga ayla bemalol tarbiya qilib, erkak qussani bo'laveradi. Qo'y qo'shilmagan mana kasallar juda baquvvat. Hamma yoq polvon mana. Hammasini qullari 20+. Pashtiman 22-23 yillari ham bor. Qisqasi kimga qaysilisi ma'qul kelsa, screenshot qilib tashlasizlar, O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa yetkazib beramiz. Bularni bo'larga keladigan bo'lsak, oldi 1 metr, pasti 90. Bu qulog'i qichqamlari ham bor, lekin liniyasiga qarab. Lekin zo'rlari ko'p. Umidjon ushlaging. Shular mana shu bitta ikkitasini ushlab ko'rsatib qo'ying. Mana birinchisini mana qulog'i 20. Eyalligi 10. Bo'lgan shuni metr qilib qo'ying. Bular metr. Xudo xolasa mana ekan. Uzunasiga ham bitta tashab qo'ying aka. Uzunasi uzun. Litalari o'ta sivitli. Birdan o'sha. Xudo xolasa hammasi zo'r. 90 pilsdan 1 metr pils minusgacha olasizlar. Quloqlari 20 pils minus akalar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bular narxi bir joyga va bular oladigan kam aka. Bir joyga oladigan bo'lsa $1000 dan bitta olaman deyishganga kelishamiz xudo xolasa akalar. Bitta yarimta oladiganlarga hop 200-300 razницasi bor holatiga qarab. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Xolasa kelishtirib beramiz. Akalar. Kelar mana realni holat, qo'ylar hammasi elitasidan akalar. Prosta bir qushga tushmagan, bir joyda yotganda uni xudo xolasa kim olsa, liniyasi hammasini tayin. Bular 1 metr kichkina qo'ylar emas. Erkin holatda yuribdi. Uni soniga keladigan bo'lsa, soni 9 dona, yoshlari 2 yosh. Hammasi 2 yoshdan. Xolasa dumbalari, razrezlari mana quloqlari juda ham kelishgan hammasi. Hammasi tik dumbasda mana. Hammasini liniyasida endi. Xudo xolasa aloqaga chiqing mana. Xudo xolasa aloqaga chiqing. Joyimiz talabga javob bermayapti mana ekan. Xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz akalar sizlarga. Xudo xolasa videodan like bosib, uzoqlashmasdan podpishka qilib tursangiz, bundan ham zo'rlarni ko'rsatamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosganlar qo'llari dard ko'rmasin.